Obbo, jonga tegdi deb. Bu mashina bo'ladimi? Zavod bo'ladimi? Bu motori ketgan. Yo'q. $3000 rasxoti bor. 3000? Sotib olish kerak. Bu buzuq mashinani kimga sotaman hozir? Menda zo'r bitta tanish bor. Hozir chaqiraman. Nima deb qulog'iga tepding buni? Mashina motori ketgan. $3000 ketadi deb aytdim. Nima aybi bor ekan? Shtekeri chiqib ketgan. Tiq qo'ysa ishlab ketadi. Bo'ldi, $500 do'ladisan. Tur yoqalari. Okay, bu mashinangizni motori ketgan. Unga qimmat olib qolaman, arzon olib qolaman deydi. Iya. Qani siz do'stim? Ama sizlar qoldimi? Ya, men unaqa tanidim, qilmay baribir qimmatlayman, arzon bo'ladi. Bosh xotirmay mashinangizni o'zida olganman-ku. Ya, men sizga eslolmadim. Nima eslolmaysiz? Men olganman sizdan o'shanda 19 mi? Qanchaga eslolmayapman. Narxan, lekin men sizni mana shu o'ylaysiz, mana shu qorni eslab turibman. Aniq men olganmisiz? Nima deb sotganman? Mashina mashina toza, nasl deb sotgan. Haqiqatan men pricham-ku bu. Haqiqatan biz olgan bo'lsa, men olamayman bu mashinani. Men qarang do'stim, prichalaringizni menga tiqishtirmang do'stim. Men qarang mo'ylovamcha o'zi yo'ldan chiqmagan ekan-ku. Lekinchi mashinani olasizmi, olmaysizmi bilmayman. Okay, mana shunaqa irimim bor. Sotgan mashinamni olamayman. Mashinangiz o'zingizga bersin, o'zingiz haydaysiz. Tushundingizmi? Bo'pti, so'radim. Salqobiga qo'yardim. Mashina olmaysam 3000 foydamiz bor-ku. Baraka top ko'r, ko'nglim madri sezyapti. Bu mashinada bir balosi bor. O'zing sotgansan, nima qilyapsan? Chunki men umrim davomida hech kimga butun mashina sotmaganman. Yo'q. Kis simmi alfabetdan bilasini chiqarsin. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging.